الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Allah'a iman etqan və Peyğəmbərə itaat qılğan kişilər qollaringlarni, çöhrələringlarni və balağatga yetməgən balalarni sizlər kiyiminglarni almashtiradigan 3 vaqtda hujranglarga ijozat so'rab kirishga buyuringlar. Bu 3 vaqt namoz bomdoddan burungi vaqt, tushda sizlar uxlaydigan vaqt va uxubdandan keyingi vaqtdir. Bu 3 vaqt sizlar uchun avrat, ya'ni ba'zi a'zolaringlar ichilib qoladigan vaqtdir. Ammo bu 3 vaqtdan boshqa vaqtlarda ular sizlarga ijozat so'ramay kirsa hech gunoh bo'lmaydi. Amaliyotda bu vaqtlarda ular sizlarning yaninglarga kirib chiqib turadi. Alloh sizlarga ijozat so'rab kirishning ahkomlarini bayon qilib bergandek, oyatlarini, ahkomlarini, dalil paketlarini va dinning barliq masalalarini ana shundoq bayon qilib beradi. Alloh bandalarga nimaning foydali ekanligini bilguchidir. Ularning ishlarini o'rinlashtirishda hikmat bilan ish qilguchidir.